Shtaplarni etagidan chiqib turgan kassoy bo'lyapti hozir. Ashuna eng oson usulni tutib olamiz mana. Bir endi 4 taxlo qilib oldim. Bir endan 26 santimetrli etagiga olamiz. Uning uchun qog'oz qayerdan necha chizsamikin deb yurmasdan qog'ozdan tayyorgina aylana shaklda kassoyga tayyorlab oldim. Etak kengligi 41 edi. 41 mana 18 ekan aylanasi. 18 36 bo'lami, lekin ko'ylakda endi etak kengligi 41 ida 18 36 qilib oldim. 5 santimetr kalta qilib oldim. Nimagaki mosh shifon cho'ziladi. Shifon cho'zilgani hisobiga etagi to'g'ri kelib ketadi. Endi ashuna shifonning uzunligini umumiy uzunligidan 25 ayirib oldim. 25 ayirib olganim uchun mana 1 santimetr choki bilan 26 santimetr qilib oldim. 26 santimetr matdan olib, endi oson usulda mana 2 bukuloq holatidagisini qo'yib oldim mana. 2 holatidagisini. Mana chizib olamiz. Chizib olib, shundan tashqari mana 26 quyosh nimasini chizib chiqdi mana. 26 qilib chizib chiqdik. Endi buni taydan chiqib turgan shifonlarga shtapl shifon cho'zilgan hisobiga jichcha enini qora oldiga 1 santimetr. Endi martdan yorib qo'yamiz. Bo'yidan, mayerdan yormaymiz, chunki bu eni bo'yidan qiyamiz. Mayerga nasechka berdik, shu o'rta holatiga keladi. Kassoy. Mana o'rta qismiga tushadi.